Assalomu alaykum, Doniyorbek o'z kanalining obunachilari. Mana bunday qo'chqorlarimiz keldi obunachilar, mana ko'ringlar. Toza sor qo'chqorlarimizdan keldi mana. Bitta arashani bor, 50 u ham arashanimiz ham. Obunachilar toza simjunnidan keldi mana. Ko'ringlar obunachilar. Jonivorlarni haqiqat. Mana yemak uchmag'i o'zi. So'z isboti bilan deganda mana yemak uchmag'i. Jonivorlar haqiqat. Kalla ko'tarmay yeyapti. Gullar oq bo'lgan tayyor variantlaridan obunachilar mana. Mana obunachilar ko'ringlar, jonivorlarning haqiqiy maza qilib boqadigan variantidan keldi mana. Toza kashtanlaridan obunachilar mana. Ko'ringlar. Jonivorlarning haqiqiy maza qilib yumga boqadigan variantidan keldi mana. Quraytga cho'shab tursalar tayyorda mana o'zi. Badani yaxshi obunachilar. Quraytgacha asosida yem berib tursalar o'zi tayyor, xudo xolasa. Toza kashtanlaridan ko'ringlar jonivorlarni. Dumba boshlari ham tikkadan obunachilar mana. O'ylari 75 plyusga beramiz obunachilar jonivorlarni. Ko'ringlar. Bu ichida 80'lari ham bor. Endi ikkisini raqamlaykanmiz 75 dan olaverasizlar obunachilar. 75 plyusga olaverasizlar. Mana 8 bosh obunachilar qo'chqor. 8 ta qo'chqor, 7 tasi toza kashdan, bittasi mashinamiz. Arashan sog'log'im qo'chqorimiz mashinasi. 7 tasi toza kashdanlaridan obunachilar mana. Obunachilar. Mana obunachilar. Jonivorlar haqiqiy dumbalari ham tikka, oyoq qo'llari nevcha-nevchasidan maza qilib boqadigan variantdan keldi mana obunachilar. Jonivorlar haqiqiy. Eng qiziq obunachilar qo'chqorib bo'lgan bular. O'sha 10 oyligidan o'tgan jonivorlar. O'sha o'rta sarig'imiz yuribdi, o'sha endi tish chiqaribdi, yaqinda tish buzibdi obunachilar mana. O'g'illar hali tish buzmagan, o'sha 10 oylik atrofida qo'ylarimiz. 10 oy 11 oylik atrofida. Oldi o'sha tish buzibdi. Obunachilar. Jumbo'zlari ham toza tikka, oyoq qo'llari nevcha-nevchasidan maza qilib boqaman degan obunachilarimizni qo'yib keldi mana obunachilar. O'sha ko'rib turibsizlar, dikka ekan qo'ylar ham. Butun ustidan bir sap tushib ketyapti obunachilar mana. Obunachilar bu narxiga kelsa bor, buni narxini 3,5 million so'mdan bir joyga oldim degan obunachimizga azinadan xayrini qilib beramiz, ko'p emas. Azinadan sunnatiga endi o'tib beramiz azizdan endi. Ko'pcha sunnatiga azina xayrini qilib qo'ying degan obunachilarimizga azinadan sunnatiga xayrini qilib qo'yamiz obunachilar. Telefon qilaverasizlar, ishlang bitadi mana jonivorlar haqiqiy. Bir ko'rata obunachilar maza qilib boqadigan variantidan. Eng qizig'i quloqlari ham butun. Mana obunachilar. Shu quloq butun mana jonivorlarni. Maza qilib boqadigan variantidan keldi mana obunachilar jonivorlarni qaranglar. Ko'ringlar obunachilar. Obunachilar jonivorlarni haqiqiy maza qilib boqadigan variantidan mana aka ukalarimiz, hojat og'alarimiz haqiqiy qo'ydi. Qo'ying bormi desa bor degan variantda obunachilar. O'sha qo'chqor-da bular mana, qo'zi qo'chqor emas. Oddiy barilarni ham masalan 3 million 200 deb chiqaryapti. Bular eski qo'chqor bular obunachilar mana ko'ringlar. Qaranglar. Jonivor. Mana 80 plyusda mana shu. 80 plyus o'zi oldi. Mana jonivorlarni haqiqiy maza qilib boqadigan variantidan keldi mana obunachilar. Telefon qilaverasizlar, ishlang bitadi obunachilar. Mana obunachilar haqiqiy. Telefon qilaverasizlar, 3,5 million so'm nazarda xayriga o'tmagan joyi bor. Mana obunachilar ko'ringlar haqiqiy. Maza bo'lib tish yormagan mana shu. Bitta mashina tish yorgan obunachilar. Baba hammasi tish yormagan qo'ziq jonivorlar. O'sha rosa kuchida qo'ylar. Maza qilib boqadigan variantda mana keldi obunachilar. Jonivorlar toza kashtanlaridan.
Video jo'natmoqda kamchilik bo'lsa oldindan uzr. Obuna bo'lib, kanalga like bosib, otangga rahmat deganda, otasiga ming rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.